Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avtoluksda sotuvda yaxshi narxlarda Malibu 2 turbo mashinasi. Mashinamiz oq rang, kraskalari absolutni top-toza. Yillari 2018. 91 ming kilometr o'rgan, salonlari ham yaxshi holatda turibdi, urinib ketmagan. Mashinamizning narxi keladigan bo'lsa, narxi 18900 dollar. Kimga qiziq bo'lsa, pastki nomerga murojaat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avtoluksda sotuvda Captiva 3. Mashinamiz 2013-yil. Kraskalari absolutni top-toza. Bosib o'tgan probegi 179 ming. Salonlari yaxshi holatda turibdi. Mashinamizning narxi keladigan bo'lsa, narxi 11360 dollar. Kimga qiziq bo'lsa, pastki nomerga murojaat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kechki bozorga zo'r narxlarda Gentramiz keldi. Mashinamizning yili 2022-yil. Mashinamizning kuzovlari ideal holatda, kraskalari top-toza. Yurgan probegi 42 ming kilometr. Salon holatlari. Salonlari zo'r, yaxshi holatda turibdi. Mashinamizga video registrator, Magic Carpul, 4 yumshoq balon, qadoylari qilib qo'yilgan. Narxi keladigan bo'lsa 12550 AQSh dollari. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avtoluks sotuvda Jaguar T2 modeli. Mashinamiz 2024-yil ishlab chiqarilgan. Absolutno yangi, без пробег. Mashinamizning narxi CIP Tashkent 32 ming AQSh dollari. Off-road uchun juda zo'r variant. Mashinamiz kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoning tagida aloqaga chiqish uchun nomerlar qoldiramiz va batafsil ma'lumot uchun bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avtoluks sotuvda Malibu Premier mashinasi. Mashinamiz 2022-yil. Qora rangda. Qilingan ishlardan svejiy, polirovka keramika bo'lgan. Imperial archa balonlar taqilgan. Probegimiz 61 ming kilometr. Salon holatlariga o'tadigan bo'lsa, salonlari ham ko'rib turganinglardek akkuratli holatda turibdi. Yaxshi qo'l nakitkalar taqilgan. Abdus abagrev sideniyalari bor. Mashinamizning kraskasiga keladigan bo'lsa, kapot, orqa eshigida pitnosi bor. O'ng taraf krilo bilan eshigida kraskasi bor. Seylari butun bemalol ko'rsatib olasizlar. Narxi keladigan bo'lsa 23200 AQSh dollari. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avtoluks sotuvda Malibu Premier mashinasi. Mashinamiz 2022-yil. Qora rangda. Qilingan ishlardan svejiy, polirovka keramika bo'lgan. Imperial archa balonlar taqilgan. Probegimiz 61 ming kilometr. Salon holatlariga o'tadigan bo'lsa, salonlari ham ko'rib turganinglardek akkuratli holatda turibdi. Yaxshi qo'l nakitkalar taqilgan. Abdus abagrev sideniyalari bor. Mashinamizning kraskasiga keladigan bo'lsa, kapot, orqa eshigida pitnosi bor. O'ng taraf krilo bilan eshigida kraskasi bor. Seylari butun bemalol ko'rsatib olasizlar. Narxi keladigan bo'lsa 23200 AQSh dollari. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Gentra 2023. 3-paysi avtomat korobka. Mashinamizda keramik polirovkalar bo'lgan. 4 ta plastik balon taqilgan. Optra amerikanga faralari bor. Salonlari yaxshi holatda taqilgan. Antiradar, Renault registratorlari bor. Salonlari ham zo'r holatda turibdi. Oldi mordasi brendkonki bo'lgan. Kraskasi toza mashinamiz. Narxi keladigan bo'lsa, narxi